Assalomu alaykum akalar, yana qarshilarda Xo'ja Akbar. Qisqa obzor qilib, Avatar 06 ni bugun obzor qilamiz. Mashina o'zimga juda ham yoqdi. Avatar 06 mashinasi, to'liq zaryadka bilan 600 km. Narxi qimmat mashina. Hop, kelinglar boshlaymiz. Pulga arziydigan mashina ekan, faqat BBV'si pulga arziydi, xudo xolisa. Aytib o'tdik. Oldi ko'rinishi xuddi shu, faralari ko'rayotgan bo'lsangiz pastda ikkitali, tepada mono qosh deydimi? Shunaqa Parktronic. Mana zavod bo'lgandan yurish boshlaganingizdan keyin bu ochilar ekan. Endi balonlari R20, 245, 255, 45, R20, tormozlari perforatsiyali, 4 ta porsiyanli tormoz, hamda mashinada pnevma podveska bor, tushib chiqadi. Mash kamerasi hali to'xtalamiz, bitta narsani aytib o'tishdaman. Endi orqa balonlariga ham keladigan bo'lsa, orqada perforatsiya yo'q, kontinental balon, 255, 45, R20, razna shiroki emas. Shunisi ham yaxshi. Eshiklari elektrondan ochilib yopiladi. Mashinaning izgiblari вообще chotki. Faqat shu orqadagi spoilerni qoraga bo'yasa, mashina ancha ochiladi deb o'ylayman. Orqadan ko'rinishi yomon emas. Bagajini ham ochib ko'ramiz. Orqada aerodinamikalar zo'r qilingan. Bagaj вообще katta. 12 voltli batareykasi nima shu turar ekan. Tagida joy bor, uni tagida joy yo'q. Bu yerda subwoofer bor. Bu yerda zaryadka, ya'ni agar zaryadkangiz mana bundan quplanib qolsa, buton tortasiz trosda. Bagaj knopkada ochilib yopilyapti. Kamera и mana bu yerda ham kamera, bu yoq yonadi tormozda. Orqasini bitta ko'ramiz. Eshik etgancha elektrondan ochilib yopiladi, faqat orqa o'chirib qo'yilgan. Obshivka alohida tema, koja. Ichlari ham yumshoq qilingan, rezina ichi, Meridian kolonka. Orqa eshigining o'zida bitta, ikkita, uchta kolonka bor. Orqada vid, bitta ko'rsangiz bo'ladi. Panorama tom. O'rtadan o'tkazib ko'ramiz. Bu yerda albatta monitor yo'q ekan, bu yerda ham yo'q. Lekin mavlari yumshoq, ko'jalari napa ko'jada. Hop, yopamiz. Oldi eshik. Bitta bosamiz, avtomatik o'zi ochib, o'zi yopadi. Bismillah. Hop, ikkita o'rindiqda ham nolvoy gravitatsiya bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, nolvoy gravitatsiya nima desangiz, ataman ko'tariladi. Mana bunda turadi. Oddiy sideniya ham bunaqa bo'lmaydi, chunki mana ancha ko'tarilgan. Hop, spikerlar bor. Mana bu yoqda ham podголовнигida ham kolonkalari bor. Hamda mashina Meridian kolonka umuman chotki kolonka ekan, juda ham menga yoqdi. Va ikkinchidan, mana bokovoyi. Mana shu bokovoyi hech qachon suv tegmaydi. Bilmayman qanaqa ishlashgan, lekin качество bokovoy вообще zo'r. Rul juda ham удобный. Mana shunaqa ushab ketishga ayniqsa juda ham zo'r. Hamda qizchamgina, kichkinagina rul. Mana kamera undan ham zo'r ekan. Kamera bo'yicha iPhone dan ham o'tib ketgan deb o'ylayman. Ruli juda ham qulay, signali faqat sal-pastroq o'zgartirish kerakmi yoki endi bu mashina yurgandan keyin signal ham chalmaysiz. Zo'r, menga yoqdi boshida. Endi men bunisiga приложение yozsa bo'ladimi, yo'qmi uni bilmayman-u, lekin ishlashlari chotki. Hozir kamerasini ko'rsataman. Realni lol qoldiradi ularning kamerasi. Bundan ko'p o'zgaryapti. Faqat yomg'ir bo'lgani uchun unaqa ko'rinmadi-yu. Atak, mana chetlarni ko'rsangiz bo'ladi. Oldi. Menga yoqdi, xullas mashina. Oldini ko'ryapsiz, Abduf abagrev massaj, orqa o'rindiqlarda bizda bor. Xo'p. Orqada faqat abagrev bor ekan, Abduf ham yo'q. Hop, rul abagrev ham bor ekan. Mashinada skorost ko'radigan joyi bu. Avtopilot, avtoparkovka, ular uje qiziq emas, chunki uje ko'p. Meridian kolonkasi juda ham zo'r. Mashina 73 kilovatli batareyka bor bunda, Katl tomonidan ishlab chiqarilgan. Juda ham yaxshi batareyka. Katl hozir dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. BYDdan ham oldin turadi. Sotilish bo'yicha, shu mashhurligi bo'yicha, ishonchligi bo'yicha ancha zo'r batareyka hisoblanadi. Hop, mashinamizda 598 ta ot kuchi bor. 3.9 sekundda 0 dan 100 gacha chiqib beradi. 600 km zapas hod. Mashinada yo'q funksiyal o'zi yo'q. Mazaq hadis olsangiz, mashina narxiga to'xtaladigan bo'lsa, mashinaning narxi 43300. Bu BUS 5000 km yurgani, xuddi shu. Agar sizga yengiz kerak bo'ladigan bo'lsa, uje 50000 atrofi bo'ladi. Agar xuddi shu BUni zakaz qilib keladigan bo'lsangiz, 40000 ga sizning qo'lingizga aylanadi. Bu mashina Xitoydan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. Charchamang, sog' bo'ling. Esdan chiqdi, mana bu yoqqa xohlagan narsangizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoq ham displey hisoblanadi. Xohlasangiz ismingizni, sharfingizni yozib qo'yaverasiz.